إلهنا مآد لك مليك كل من ملك. haq gapni gapirsa inson yoqtirmasa to'xtab qolsak agar payg'ambarlar umuman da'vat qilmaslik kerak edi-da. Chunki odamlar payg'ambarlar kelganda xush kelibsiz, marhabo deb kutolmadi hech kim. Alloh taolo Qur'onda aytgani kabi biror bir qavmiga payg'ambar yubormadik, illo ular payg'ambariga sahirun majnun deyishgan. Sen majnunsan, sehrgarsan degan. Shuni davomida Alloh taolo aytadiki, atavasav bih, xuddi ular bir-biriga vasiyat qilganday o'xshaydi. Yo o'rgatib qo'ymagan. Buni javob shuki, balhum qavmun tog'un, balki ular tug'yonga ketgan qavm. Inson tug'yonga ketgandan keyin mana shunaqangi javob bir xil bo'lib chiqadi. Shuning uchun ham bu yo'l payg'ambarlar yo'li, da'vat yo'li albatta qarshilikka uchraydigan yo'l. Varaqat ibn Nawfal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ilk da'vat kelgan paytda Xadija onamiz Varaqat ibn Nawfalni oldiga olib borgan paytlarida aytgan gaplari, sizni qavmingiz yurtingizdan chiqarib yuborgan paytda qani edi men agar yosh yigit bo'lganimda edi, sizga juda ham yaxshi yordam bergan bo'lardim. Ya'ni Varaqat ibn Nawfal ko'zi ojiz bo'lib qolgan, yoshi katta bo'lib qolgan nasoro kishisi edi, ilmli odam edi. So'radilarki, hali meni qavmim meni yurtimdan quvib chiqaraveradi hamma deganlarda aytdilarki, Varaqat ibn Nawfalni gapini qarang, qoida bu. Siz keltirgan narsani birorta bir kishi keltirmadi, illo unga dushmanchilik qilindi degan. Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Birorta odam siz keltirgan narsani keltirmadi, illo unga dushmanchilik qilindi. Demak, bilingki, haqni gapirgan odam albatta qarshilikka uchraydi. Albatta har xil tuhmatlarga uchraydi. Biz agar o'shanga uchramay deb da'vatni to'xtatayotgan bo'lsak, bu narsa xato bo'ladi, katta xato bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, sizlar o'zlaringizning oldingi ahli kitoblardan va mushriklar tarafidan juda ko'p ozorlarni eshitasizlar. Lekin sabr qilsalaring, taqvo qilsalaring, bu narsa juda ham eng to'g'ri yo'l, mustahkam yo'l mana shu bo'ladi degan ma'noda aytgan. Demak, shunday bo'lgandan keyin biz bu yo'lni payg'ambarlar yo'li ekanligini bilganimizdan keyin da'vat yo'lida oldimizdan uchraydigan qiyinchiliklarga sabr qilishimiz kerak. Alloh taolo bunga sabrga buyurgan. Ulul azm payg'ambarlari nima uchun ulul azm deyilgan? Mushrik bo'lgan juda ham sarkash qavmga yuborilganligi uchun. Musa alayhisalom mushrik qavmga jo'natilmasalar ham u kishi payg'ambar bo'ldi, Bani Isroilga, Bani Isroil bo'lib ketgan, hiylagar, bir gapga ko'nmaydigan, bir narsa desa bir narsa deb gap o'rgatib o'tiradigan odamlar edi. Ana o'shalarni Alloh taolo bizga juda ko'p joylarda Qur'onda zarbul masal qilib, ularni misol qilib keltirdiki, sizlar mana shularga o'xshagan odamlar bo'lmanglar deb. Musa alayhisalomning ishini qarang, ham juda ham qiyin bo'lgan. Hatto payg'ambariga har xil tuhmat shaltoq gaplarni gapirgan. Payg'ambarlarni yurtidan quvib chiqarib yuborgan. Biror bir payg'ambar yo'qki, illo hijrat qilishga majbur bo'lgan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldiramiz deb oxiri pichoq suyakka kelgan paytda Makkadan Madinaga ketib qoldilar. Iso alayhisalom bir umr quvg'inda o'tgan. Musa alayhisalomning holatini bilasizlar. Ibrohim alayhisalom birinchi muhojir hisoblanadilar. Lut alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, ulardan keyingilar Zakariya alayhisalomni so'yib o'ldirgan. Yahyo alayhisalomni masalan qavmi so'yib nima qilib o'ldiryapti, qarang. Shunchalik darajada bu payg'ambarlarga qattiq qiyinchiliklar bo'lgan. Bu narsada bu yo'l o'zi shunaqangi yo'lki, buni qiyinchiligi ham bo'ladi va bunga yarasha Alloh subhanahu va taolo o'zini ajri savobini ham beradi. Shuning uchun bu narsada haqni gapirgan odam to'xtab qolish kerak emas. Alloh uchun bo'lgandan keyin odamlardan bir hurmat ham kutib o'tirish kerak emas. Gapirsam bular meni hurmat qilmadi, meni qadrimni bilmadi. Bu odamlar bilsin, odamlar qadrlasin deb gapirilmaydi. Bu narsa haq gapni gapirganda Alloh menga buyurgan, men Allohning tarafidaman deb gapiradi inson. U odamlar eshitadimi, eshitmaydimi, qabul qiladimi, qilmaydimi, u qiziqtirmaydi odamni. Odam to'plash uchun qilinmaydi. Da'vat odam to'plash uchun, odam ko'paytirish uchun, odamlarning yuzini o'ziga qaratish uchun yoki bo'lmasa internet nimalarida o'zini uni a'zolarini ko'paytirish uchun qilinmaydi bu ish. Bu bir kalima bo'lsa ham Alloh uchun gapiriladi, Alloh uchun qilinadigan yo'l bu. Allohu a'lam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلا